Xo'p, endi bu nefrostoma nima bu? Demak, bemorni yotkazib ko'rilganda buyraklarda farqi bo'ladi. Ya'ni o'sha og'riyotgan buyrakga bemorda og'riq bor, lekin isitma unaqa bezovta qilmayotgan bo'lsa, bemorni kuzatuvga olamiz. Homilador ayol emaklab shuni terish. Bu holatda nima bo'ladi? Ruxsat bersa, shu mashqlarni qilish mumkin. Endi bu qanday mashqlar? Demak, o'sha Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Ergasheva Nigora Tahirbekova, vrach urolog, Sog'lom avlod klinikasida ishlayman. Bugun sizlar bilan homiladorlikdagi bo'ladigan gidronefroz, ya'ni buyrak ishi haqida gaplashamiz. Homiladorlikda o'zi qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Ayol kishida homiladorlik paytida demak gormonlar, progesteron, estrogen degan gormonlar ko'payib, ayniqsa mana progesteron bu bolani rivojlanishiga, tayinlashga yordam beradigan gormonlar. Shu gormonlar hisobiga bola kattalashgan sari buyrakni ezishi, bu gormonlar hisobiga emas, o'zi bola kattalashgan sari buyrakka bosim tushib, buyrakdan kelayotgan siydilarni oqimiga xalaqit berish boshlanadi va homilador ayolda og'riq, isitma, chekmazek shikoyatlari paydo bo'ladi. Progesteron gormoni ta'sirida buyrakdan chiqayotgan CD naylari odatdagi holatda emas, sal bo'shashgan holatda bo'lib qoladi va bola 4-5 oylikdan so'ng, demak u CD yo'lini ezish hisobiga yuqori CD yo'llaridan kelayotgan CD pastga o'tish qiynalib qoladi va buyrakda ish paydo bo'ladi. Buni nomi gidronefroz deyiladi. Bu ko'pchilik ayollarda bo'ladi. Qaysidir ayollarda, homilador ayolda bu o'zini ta'sirini bildiradi. Ya'ni dimlanib turgan siydik yallig'lanish hisobiga og'riq, isitma beradi. Qaysidir ayol 9 oy bemalol yetkazib shikoyatsiz tug'ib oladi, lekin u ayolda ham shu holat bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollarda o'sha mana kelishadi, menda bel og'rig'i va isitma kiryapti. Birinchi tekshiruvimiz UZI tekshiruv. Demak, bemorni yotkazib ko'rilganda buyraklarda farqi bo'ladi. Ya'ni o'sha og'riyotgan buyrakga ishiq bo'ladi. Bu ishiq nima? CD to'planish. Endi boshqa hech qanaqa tekshiruv qilish mumkin emas, chunki homilador ayolga tomografiya va boshqa tekshiruvlar mumkin emas. Analizlar topshirtiramiz, ya'ni umumiy CD, bioxim tahlillari, mochivniy kreatinin va umumiy qon tahlillari va o'sha tahlillarga qarab shamollash belgilari yuqori bo'ladigan bo'lsa, bemorga nefrostomik trubka deyiladi. Ya'ni buyrakdagi CD, tabiiy CD yo'llari orqali pastga keta olmayotgan bo'lsa, buni tashqi tomonga buyrakni bel sohasidan chiqaramiz. Agar analiz javoblarida demak shamollash belgilari yuqori emas, bemorda og'riq bor, lekin isitma unaqa bezovta qilmayotgan bo'lsa, bemorni kuzatuvga olamiz. Ya'ni har oyda keling, UZI ko'ruv qilamiz va maxsus shu uchala laborator tekshiruvlarni qilamiz. Xo'p, endi bu nefrostoma nima bu? Nefrostoma ya'ni buyrakka trubka qo'yish xalq tilida. Bu operatsiya narkoz bilan o'tkazilmaydi. Demak, mahalliy terini o'ldirib va navokain bilan, ya'ni og'riqsizlantirib maxsus trubka qo'yiladi va u teriga mahkamlanadi. Buni bitta sharti doim kelib ko'rinib turish, har oyda kelib yoki shunaqa holat bo'lishi mumkinki, CD'ni tarkibidagi narsalar ichiga tiqilib qolib, bemorda yana dimlanish holati bo'lib qolishi mumkin. Agar bemorimizda og'riq bor, tahlillarimiz yaxshi chiqadigan bo'lsa, bemor kuzatuvga olinadi va unga maxsus mashqlar taklif qilinadi. Bu mashqlarda albatta ginekologdan ruxsat so'rab, bemorda bola tushish xavfi bo'lmasa, ginekolog maslahati bilan ruxsat bersa, shu mashqlarni qilish mumkin. Endi bu qanday mashqlar? Demak, o'sha namozda sajda holatida bo'ladiganlar, shu 5 soniya sajda holatida turib, yana o'rniga o'tirib oladi. Shunaqani bir 5-6 marta qaytarish. Endi biz ko'proq tavsiya beramiz oddiy gugurt cho'pilar. Shuni chachib o'rganda homilador ayol emaklab shuni terish. Bu holatda nima bo'ladi? Bola sal oldinga tushgan hisobiga tabiiy CD yo'llari orqali CD o'tishi
yaxshilanadi. Endi bemorda dimlanish o'ng tomonda bo'lsa, biz ko'proq chap tomonga qarab yoting, chunki u tarafda bosib bo'lmaydi. Dimlanish yana ham kuchayadi deb tavsiya beramiz. Hurmatli homilador ayollar, agar sizlarda ham shunday shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, beldagi og'riq, chekmazak belgilari, siz darhol urolog mutaxassisiga murojaat qilishingiz kerak. Maxsus UZI nazorati va laborator tekshiruvlar orqali sizni tekshiriladi. Sizga kerak bo'lsa trubka qo'yilishi tavsiya qilinadi yoki nazoratga olinadi. Bu holatlarda ko'pchilik ayollarimiz erkak urologlarga murojaat qilishga xijolat bo'lishadi. Buni yechimi bor. Bizni Sog'lom avlod klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha ko'ruvlar ayol kishi tomonidan o'tkaziladi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib, bizni sahifamizga obuna bo'lishingiz mumkin. Agar sizlarda savol tug'iladigan bo'lsa, bizni kommentariyaga yozib keting. Men shaxsan o'zim sizlarga javob yozaman.